Tim tortgan narsa otangiz bilan bog'liq bo'lgan voqea bo'ldi. Ya'ni siz ham bola bo'lgansiz, singlingiz hali chaqaloq bo'lgan bo'lsa, siz anchayin otaga ehtiyoji bor bo'lgan bola bo'lgansiz. To'g'ri. Bir bo'lagingizdan ajralgansiz ma'lum vaqtga desa ham bo'ladi. Qanaqa kechgan bu holat, bir bo'lagingizni yo'qotib qo'yish? Dadam bilan o'sha ish bilan bog'liq bo'lgan joyda o'sha qamalganlar. Mani ko'p iltimos qilganman-da, shu yig'laganman, o'sha qayerda bo'lsalar olib boringlar mani deb iltimos qilganman. Ko'rgis kelgan. Ko'rgim kelgan. Taxminan o'sha 82-yillarni bir kuzlari, sentyabr, oktyabr oylarida endi bilsam borganman. Birinchi marta endi bola qalbida yoki bola nigohida deymiz, o'sha temir mashinalar, reshotkali mashinalar, panjarali mashinalar, undan tushib kelayotgan dadamni tanimay qolganmiz. Keyin o'sha panjarani ortida o'tirishlari, ozib kichkinagina bo'lib ketganlar, ozib qanaqadir endi oftob ko'rmagan boshqa, o'sha mani bolalik hayotimda hech qachon o'chmagan. Qanday ko'rgan bo'lsam, shunday eslayapman. Va mana shu jarayonlarda men oilani qaysidir ma'noda qiyinchiligini, qaysidir ma'nodagi mas'uliyatini men bo'ynimga o'zim bilmagan holda olganman.